2026-yilda pensionerlar narxi ham, ya'ni pensiyachilarning oylik pensiyalari oshadimi? O'qituvchilar, bog'cha tarbiyachilar oylik maoshlari 2 barobarga oshirildi. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, videoga bitta like bosib, sahifamizga obuna bo'lib qo'ysanglar, doimiy ma'lumotlar o'tkazmasa kuzatib borasizlar. O'qituvchi va bog'cha tarbiyachilarining oylik maoshlari 2 barobarga oshirildi. Maktab va maktabgacha ta'lim pedagog xodimlar o'rtacha ish haqi 2 barobarga oshirilgani haqida muhokama uchun e'lon qilingan Prezident farmoni loyihasiga asosan pedagog kadrlar maqomiga oshirish, ularning bilimi va malakalarini xalqaro standartlarga moslashtirish maqsadida 2030-yilgacha maktabgacha ta'lim tashkilotlari, umumiy o'rta ta'lim muassasalari pedagog xodimlar o'rtacha ish haqi 2 barobarga oshirildi. 2026da 004, 2027da 008, 2028da 1.2, 2028da 1.6 hamda 2030da 2 barobarga oshiriladi degan farmon chiqarilyapti. Sahifamizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ysanglar, pensiyachilarning pensiyalari ham oshirilsa, oylik maoshlar yana ko'tarilsa xabar berasiz va xabarni o'tkazib olmaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying.